Hoca akalar, hojonalar ba'zi bir gruppalarga ko'zimiz tushib qoladi. Bir kishi duo o'qigan, ortidan qaytargan yoki amin deb turgan holatlar bo'lib qoladi. Bizni Hanafiy mazhabi ulamolari mana shu narsadan qaytarganki, omma bo'lib baland duo qiladigan bo'lsak, atrofdagilarga zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin. Bizni guruhimizga yaxshi o'xshab ko'rinadi, lekin juda ko'p odamlarga zarar yetkazib qo'yishimiz mumkinligi uchun mana shu narsadan qaytargan. Ana shu uchun o'zbekcha bo'ladimi, arabcha bo'ladimi aytib o'tganimizda bugun Alloh taolo huzuriga ichimizdagi barcha dardlarimizni aytib, inshaalloh nimani so'raydigan bo'lsak, so'rashlik uchun keldik. Inshaalloh shunday niyatlarni qilib kirib ketaylikki, juda ko'plab foydalarga erishgan holatda qaytaylik barchalarimiz. Alloh taolo hammanglarga kuch-quvvat bersin. Aytib o'tganimdek yerga qarab kiriladi. Inshaalloh Ka'bani yaxshi ko'radigan joyda boshlarimizni ko'tarib, birgalikda duolarni qilib boshlaymiz inshaalloh. Sal ichkariga o'tganda terilib olamiz, hoji akalar, hojonalar hammamiz. O'zi terasimi?